Ko'pchilikdan keladigan savol: Koreys universitetiga o'zim topshirsam bo'ladimi? Ya'ni firmasiz. Men sizlarga o'zimni universitetga topshirish jarayonim haqida ozginagina tushuncha berib ketaman. Yorobun, любой odam o'zi topshirsa bo'ladi. Qanday qilib? Mana men o'zim Janubiy Koreyada Busan shahridagi Silla universitetiga o'zim hujjat tayyorlab, o'zim topshirganman. Protsess haqida tushuntiradigan bo'lsam, siz topshirayotgan universitetingiz haqida уже oldindan bilasiz-ku, o'sha universitet saytiga kirasiz. Saytiga kirganingizdan keyin dokumentlar haqida, ya'ni magistratura, bakalavr, doktoratura hammasini hujjatlari saytda chiqqan. Ingliz tili yoki koreys tilida. Vot, o'sha hujjatlarni ro'yxatini olganingizdan keyin uni siz tayyorlashni boshlaysiz. Hamma hujjatlarni tayyorlayotganingizda o'zbek tilida bo'ladi, to'g'rimi? Hamma hujjatlaringizni apostil qildirishingiz kerak, ya'ni ingliz tiliga o'girishingiz kerak. Hamma hujjatlarim tayyor, endi Koreys universitetiga qanday qilib hujjatlarimni yuboraman deydigan savol tug'ilishi mumkin. Yorobun, bundan xavotir olmaysiz. Hamma hujjatlaringizni skaner qilasizda, bitta fayl bo'lgandan keyin o'sha siz topshirayotgan universitetda o'zi hujjat topshiradiganni emailini qo'yib qo'ygan bo'ladi. O'sha emailni topib, o'sha emailga hujjatingizni qo'yib jo'natsangiz bo'ldi. Va siz javobini kutishingiz kerak. Javobi 1 oy, 1,5 oyga cho'zilishi mumkin. Javobi chiqqandan keyin sizga invoice keladi. Invoice'da sizga kontrakt summangiz, yotoqxonada qoladigan bo'lsa, yotoqxona summasi hammasi bitta chiqib keladi. O'sha summani siz O'zbekistondagi bankka borib to'lashingiz lozim. To'laganingizdan keyin Koreyada 1-2 kunda ko'rinadi to'lagan pulingiz, narxingiz va sizga taklifnoma keladi. Bu taklifnomani olgandan keyin siz vizaga topshirishingiz mumkin. 30 kundan keyin, agar hozir tezroq chiqayotgan bo'lsa, 20 kundan keyin o'z vizangizni qo'lga kiritib, Orzular shahri Janubiy Koreyaga kirib kelasiz.